Bolalar hammaga salom. Xullas bolalar, mana pillajerlar bilan bizni o'rtamizdagi jang. Hozirda pillajerlar yaxshi urishyapti, bizda odam qolmadi desa ham bo'ladi. Hammasini shaqqat-qoqqat ishlashyapti. Biz ham odam qo'yamiz. Urush degdilar. Mana bizni general. Urush yutish kerak, bolalar bilan yutib olish kerak. Yaxkalaring, mana qara, davay, urlaring nima bu? Urushni qilib bambukli joylarga kelib urushib qolamiz. Biz ham shuncha joy turganda. Mana qarada suvga turib olgan, o'lib tashlaydi. Qarosh, davay. Suvda turganda o'lib tashlash oson bo'ladi, davay bolalar. Telefonlarni qotib ketyapti bolalar. Davay bolalar, yutamiz. Davay, harakat. Davay. Agar hozir birga tuqib qo'ysak bolalar, biza shunchaki imperiyamizni egallab olishadi. Davay, harakat qilinglar, urush. Ishkali to'g'ri ketyapti lekin, davay. Davay, mana shu hammasini buzib yuboradi, ishonaman. Da ketdi. Birga mana ikkita. Ikki chiqarlar, ikkita chug'un. Urma meni. Ur. Dushmaniga qarab turgan bola. Mana shu korotchi etgan urushim. Ularning xo'jayini uchta ekan. O'sha men gaplashgan xo'jayini keyin olgan mana kamonchi emasdan mana adashmasam yo'q qaysi edi. Bu ham mana edi. Yo'q. Kam yutaman hozir nima bo'ldi? Sanikida kuchli ekanda bilaman men. Lekin yana qasos olaman bular uchun. Bo'ldi, kamil imperiya baraka sur bu joylarda o'sha imperiyadan surgan kam. Bu kam surib olgan. O'zim apshiyo. Hozir bir chiqsam, mashinani buzib olaman. Bo'ldi, yutding. Imperiya saniki bo'ldi, biz taslimmiz. Bo'ldi, yutqizdik. Men mana ko'p askar qo'ya olmayman-da. Uzr bolalar, yana quchoq tortib qoldi. Bo'ldi, yutqizdik, tan oldik. Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Java Gaming MC. Bu videoda Imperiya 5-qism va ko'rib turganinglardek biz urushda yutqizdik va u joylarni egallab olishdi. Lekin men maqsadlarim juda katta edi. Va shu hamma maqsadlarimga chek qo'yishdi. Va bu joyni hali men o'rganib chiqdim. O'rgangan joylarimda pillajerlar yo'q. Toza qishloq. Короче, bolalar, bu videoda nima qilamiz deylar? Bu videoda mana shu qishloqdagi mana bunaqa g'alati uzr bolalar, mana shu bitta, ikkita, uchta, 4, 5ta, 6, 7, 8ta uyi buzib, 8tasi emas, endi 1, 2, 3, 4tasi qoladi. Yo, 3tasi qolar ekan, bu ikkitasi ketadi, 3-inchisi ham ketadi, 4-inchisi ham ketadi, 5-inchisi ham ketadi. Keyin sразу bu yerga такой devolcha o'rab olamiz. Va kirurish bu yerda qayerda bo'ladi desanglar bolalar, kirurish mana yoqda bo'ladi. Mana shu yerda bo'lsa normalniy, to'g'rimi? Yo'li normalniy emasmi? Mana o'tlarni buzib chiqaman, mana yo'gacha. Keyin tekislab qo'raman.
Ну нормальный bolalar da, конечно, нормальный. Men qurayotgan любойнasi нормальный chiqadi. Va короче bolalar, biza bu imperiyani juda ham zamonaviy quramiz. Let's go. Tako уже biz kuchayganskimiz. Bu 6-qismmi? 6-qismmi, 5-qismmi? Xullas biz kuchayganskimiz bolalar. Уже odamlar ham bor-u, deb karillaymiz. Короче, yana qanday vlog kerak bo'ladi? Qanday vlog kerak bo'ladi desanglar. Iltimos shu narsani oling. Xo'sh, bizga bilar yana nima kerak edi? O'ylash kerak bola. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi. Hozir aytaman. Daraxt kerak bo'ladi o'sha bizada kuchayganski daraxtlar o'sha. Biz axir o'sib ketdi bolalar. Yana nima kutyapsizlar? Karillab tashlaymiz shunday. Uzr bola, endi hazil prost hazil. Bugun kayfiyat a'lo, shuning uchun hazil qilyapman-da. O'shanda normalniy. Keyin mana shu hozir kirush qilib bo'lgandan keyin o'sha modni qo'shaveraman bo'ldi. Пока muzik. O'sh mana bola. O'sh mana shaxta tayyor. Keyin mana kirush ham takoy bo'lyapti. Suyko. Nima deysizlar? Endi borib kelaydi. Bu manmanda. Kelmabdi hozir. Urimiz, kelamiz. Bu yo'lamiz bizaniki bolalar. Prosta bu qishloqni mana bu yoqqa cho'rab qo'yaman. Olib kelaman, ketdim mana bu yoqdan urayman bo'ldi. Mana bu yoqdan urab, olib kelib takansa mana bu yoqdan sekin o'tkazib, mana bu yoqqacha olib kelib, mashdan burab, mana bunda olib kelaman-da. Keyin mana bu tomonni o'zimizga olib, to'xtanglar, to'q kerak emas. Mashdan bunda kelaman-da, mana fermadan bu yog'i buzib tashlayman-da. Bu yerdan o'tkazam, o'zimiz tomonga bo'ldi. Mashdan tekis ketib o'rab qo'yaman. Bo'ldi. Qo'ygan joyi kerak emas bizga. Keyin biz hozir bu devorda o'ramaymiz. Prosta shunda turib tursa, aka, biz birinchi bo'lib mana bu yoqqa o'zimizni shaharni qurishimiz kerak. Bu video ancha ko'p bo'ladi bolalar. Shuning uchun ko'ringlar bolalar. Aytgancha bolalar, men ikkinchi kanalimda agar 5 ta bo'lsa, chiqaraman. 5 ta podpischik bo'lsa, yig'sa shu kanalga 3-qismini chiqaraman dedim. Lekin sizlar 5 ta emas, 8 tami, 7 ta qilib tashlabsizlar. Addushi rahmat. Shuni 10 ta qilib qo'yinglar va 3-qismini o'sha kanalda chiqaraman. Yo mana shu videodan keyin yoki mana shu video bilan bir xil yoki bu videodan oldin bo'lmaydi lekin. Mana shu videodan keyin quraman nima? Chiqaraman yoki bu videodan keyin. Bo'ldi. Mana shu yoqqa chop kelamiz hozir o'tda ham. Belgilab oling. Xullas bolalar, o'tgan qismga salkam 10 ta like yig'ib tashlabsizlar. Aytdim 10 ta 15 ta likelarni yig'ib tashlasanglar chiqaraman deb. Qoyil, rahmat hammaga. Addushi aktiv zo'r bo'lyapti. To'g'risini aytsam, endi qichqiq bo'lyapti desam bo'ladi bolalar. Qichqiq bo'lyapti. Takoy aktiv вообще zo'r bo'ldi. Va shuning uchun men mana takoy addushi yurayda videolar chiqaryapman. Boyagi urushni ko'rdinglar o'zinglar, yutqizib qo'ydik. Endi yutqizmaslikka harakat qilib quramiz, yutqizmaydigan qilib. Chunki xo'sh,
Bizlar hamma narsamiz pillajerlarga o'tib ketdi. Endi ularga yoqib qolganmi, nima qilgan bilmaymiz lekin. Keyin men jahl ustida u yerga udalet qo'yardim. Oy. Bundoq tekis yerdan nima qursa bo'ladi? Nima qursa bo'ladi? Ko'p narsa qursa bo'ladi. Bo'pti. Bunaqa bachchenalashmaymiz-da. Osh. Mapdan devor olib kelaman dedim. Devor olib kelgandan keyin bu tomonga ham ketadi devor. Mana mashitdan devor u yoqqa o'tadi, bu yoqqa ham o'tadi. Bundoq ketadi-da, mapdan bundoq qilib, katta qilib o'rab, mana ponni mana bilan olib tashlab, bu yoqqa armiya quraveramiz. Keyin hamma narsa cho'tka bo'lib ketadi. Mana shuncha joy qoladi. Bu yerda tegmaymiz. Mana bu yoqqa to'xtanglar. Bizga o'tgan qismga kimdir yozgan, suv zavodi quring deb. Suv zavodini quramiz bolalar. Mashaq quramiz. Faqat bu qismda emas. Ko'ramiz, qaysi qismni quramiz. Mana bu yoqlar ham tekis ekan, bu yoqlarga keyinroq pillajerlar kelib olmasa, keyinroq bu yoqlarni ham o'zimiz addushi qilib, qurib olib, Java Gaming Imperiya qilib, eng zo'r imperiyalardan quramiz. Bu yoqni ham bolalar, mana bu yerda ham tekislik joylar bor ekanda. Shuncha joy qolmaydi-yu. Qilganingizda bizga mana shu qishloq kerak-da. Qishloqni o'rab olsak bo'ldi shu bolalar. Xo'sh, endi biza boshladi unda kirish qatlam bo'ladi deganlar uchun rostdan kirish qatlam bo'ladi. Rostdan kirish qatlam bo'ladi. Voy. Xo'sh bolalar, men kirishni o'ylab ko'rdim. Kirish bo'tdan bo'ladi demayman-da. Babagam shu eng qiyin narsani qilar ekanman. Mana yana tekis qilamiz, bola tekislab chiqamiz. Kirish o'tdan bo'ladi. Boshqa choramiz ham yo'q bizani. Mapdan bundoq devor kelib o'tadigan bo'lsa, mana mapda kirish bo'ladi. Mana yoqdan chiqadi endi tekislab chiqaman. Naqadar qiyin, naqadar bolalar lekin. Like podpiskalarni bosib olish kerak. Lekin bolalar rostdan like podpiskani. Shuncha qiynalolman, sizlar meni aslab qiynamoqchimisizlar? Billa. Bu video kamida 40 minutcha bo'ladi. Hatto chayu. Bo'sh ketdi bolalar. Biz уже kirishni qurib bolalar, вообще ko'p bachkanalashib ketdim lekin. Billa. Bu yerda bitta emas, ikkita kirish bo'ladi. Короче. Mana такой. Endi kichik qo'yding Qodir Ali. Ketdi bu yog'i. Oy. Yo, to'xtaylar. Shu joyda bitta narsada adashdim. Mana bunga etsa bo'ladi, ko'rasizlar. Mana. Oy. G'irt nogironskiy bo'lib qoldi. Rostdan ham bolalar lekin. Nogironlarnikidan qilib qo'ydim. Invalid. Nomer 1. Pashul, Jigarello. Nogironcha qilib qo'ydim-da lekin. Oy. Ana. Ana legenda-yu, mana legenda. Cho'za legenda. Hop. Bu tomonini ham. Adashmasam, razniца bir xil bo'pti ham. Keyin nima qildim, bilat. Keyin esa bunday qildim-da. Mamno qilib, mamno qildim-da. Oy. Chisti shunaqa chiqibdi bolalar, chisti. Chisti ham gapmi, misti ham chiqaveradi bu. Mana. Keyin takko mamna qilib keladi, yeram qaranglar.
Takım bundoq keladi ikkita chetdan keladi, keyin mana bu yerda birlashib ketadi. Mana shu yoqda birlashib ketadi. Именно mana shu joyda birlashib ketadi. Birlashib ketadi, berlashib emas. Birlashib ketadi. Qani bo'lmasa keyin xo'sh mana bolalar, sal devorlarni bu tomonnikini belgilab chiqsam, bu tomonnikidan qurib chiqolman endi. Bu tomon nima bo'ladi desanglar, bu bozor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5-6 ta bozor. 6 ta magazin. Prям qaranglar bitta narsa aytib o'tay. Prям o'tida qasr, meniki, o'zimni uyim 1 2 3 4 ta uy sig'adi bu yoqqa. Keyin qarasa 1 2 3 ta uy sig'adi bu yoqqa. Keyin 1 2 3 4 5 ta uy sig'gandan keyin qasr yonlariga ham bitta uylar sig'adi. 3 ta, 4 ta, 5 talab. Keyin esa bu yoqdan o'sha nima edi? Armiya quramiz. Lekin hozir uncha uy qurish meni qo'limdan kelmaydi. Shuning uchun ikkita, uchtasini qurib qo'yaman. Hozir bu yerda yopib turamiz. Hozir chali. Lekin mana shu videoda quramiz. Anaqa nima edi? Askarlarning joyi, xullas, armiyani ham mana shu videoda quramiz. Va nihoyat lekin mana bunaqa qolib ketgan joylar bor, o'shalarni yopib chiqamiz. Bo'ldi, tugadi. Shuncha juda lekin qiyin bo'ldi. Buncha joy o'rab chiqsam. Bolalar, agar kechagi o'yinni ko'rgan bo'lsanglar, Barsa yutqazib qo'ydi. Atletico Madridni Chempionlar Ligasida 2-1 hisobida yutib, umumiy hisobda 3-2 hisobida yutqazdi. Sizlar kommentariyaga yozib qo'yinglar, qaysi klub fanatisizlar, qaysi klubga muxlislik qilasizlar? Yozib ketinglar bolalar. Men uchun albatta qiziq. Agar misol uchun Real yoki boshqa komanda bo'lsa, futbol xullas nimadir sizlar bilan aloqaga chiqib, futbolda shunaqa komanda tanlaysizlar, mana o'sha Barsani tanlayman, bellashamiz. Bo'lmasa ekan. Albatta hovli-o'ychilar majburiy emas endi. Majburiy ham qila olmayman. Fay palakat, yomg'ir. Hayotda yomg'ir yaxshi ko'raman, lekin Minecraftda emas. Hozir birinchi bo'lib qiladigan ishimiz, qaranglar, nima qilamiz hozir? Topdinglarmi? Topolmadim deyiladi. Qani ishni topolmaysizlar. Ne bu devorlar katta, o'tniki kichkina desanglar, bu o'tniki ham boshida shunaqa bo'lgan mana. 4 tami, 5 ta bo'lgan. O'tnikidan bittaga past, bittaga baland yoki teng bo'lgan. Keyin bu yerda tushadigan joy bo'lib, shunaqa bo'lib qolgan. Devor hamma joy tekis bo'lishi uchun men shunaqa qilaman. Bo'lmasa g'alati chiqib qoladi-da. Voy. Yana bitta tushish pastga. Va xosdan bizning ishda 1 2 3 4 5 6 7 ta. 1 2 3 4 5 6 7. Wow dedi. 3 ta oshib ketibdi bizdan bolalar. Qoyil.
Bo'ldi, o'sha buyog'ini normal qilsak ham bo'ladi. To'xtanglar. Yeah. Bo'ldi, yetadi. To'xtanglar. Good night. Bo'ldi, yetadi. Bu nima qilamiz bilasan? Sekretka. Qaraydi. Sekretkamiz qanaqa bo'ladi? O'tga bitta bunker quramiz-da. Mana bu yoqqa bitta post emas, endi bundoq bashna quramiz, undoq himoya qilib turadigan. Keyin o'sha sekretga bo'lib qoladi. Ham bunker ichidagi askarlar yordamchi zaxira kuchi bo'ladi, ham biz uchun sekretga. IQ ishlatish kerak bolalar, IQ bo'lmasa hayotda bir tiyinsan jigarim. Bu narsani bilib ol. 1 2 Bu narsani bilib olishing kerak jigar. IQ bo'lmasa hayotda bir tiyinsan. deb ana motivatsiya berib qo'yadi. Shunga o'xshab ketdim sal. O'zim ham sezdim. Keyin bo'tdi. Undoq qilib. To'xtanglar. Bu faqat yopib turar ekan. Bu ochiq turadi. Bu ochiq turishi kerak. Endi qaranglar. Bu muhim narsada. Chiqadigan joy prima bitta bo'ladi. Chiqadi. Bo'ldi. Bu yoqqa mamnun olamiz. Keyin mana bo'ldi taku. Oy. Chiqadigan joy qoladi faqat. Bundoq qilamiz-da bolalar. Keyin qanan. Bu takoy imperiya bo'lyapti, lekin o'zimga ham yoqib ketyapti-da. Voy billa. Qarang, lozim qilamiz. Xo'p. To'xtanglar. Buni qilamiz. Bo'ldi. Bo'ldi.
Такой. Keyin bu yerda mana bunaqa joy ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana bo'ldi. Va bu 6-qism, 1-mavsumining oxirgi qismi bo'ladi. Biz yutqizdik to'g'ri, lekin keyingi mavsumlarda qasos olamiz doimgidek. Al-qasosing minal haq. Bolalar hozir qurgan narsalarimdan kelib ikkinchi mavsum 1-qism, общий 7-qism bo'ladi. O'sha общий 7-qismda men hozir qurgan narsalarimdan tashqari bu joyi shu aytayotgan planimdek qilib qo'yaman bo'ldi. Lekin suv zavodi qurganim ko'rsataman. Shunchaki imperiya qism qilib emas. Shunchaki suv zavodi quramiz deb chiqaraman bo'ldi. Va keyin ikkinchi mavsumdan o'zi boshqa dushmanlar bilan urushni boshlaymiz bolalar. Balki pillajerlardan ham boshqalari bordir. Uni ikkinchi mavsumda bilib olasizlar. Va hozir bu 1-mavsumi va shuning uchun ancha zo'r narsalar quryapman. Xo'sh bolalar, ishini yopib oldik. To'g'ri yopib oldim. Keyin voy haromi. Bu qilichim bilan seni avlodlaringni o'ldirganman, seni ham o'ldiraman ukam. Va men hozir 4 ta uyga to'xtay. 1 2 3 4 ta uy qurarkanman. Va nihoyat bolalar, birinchi uyga почти qurib bitirdim desa ham bo'ladi. Lekin buni qurish o'zi bo'lmadi, charchab ketdim. Shuning uchun hozir bolalar like podpiskani ham bosib qo'yinglar. Bitta uy qurish uchun 10 minut adashib ketdi, 10 minut emas. 5 minut ketdi bolalar, rovna 5 minut ketibdi. Bolalar 5 minut bitta uy qurish uchun men sarflayapman. Keyin mana joyi o'zini qurish hozir necha minut bo'ldi deb o'ylaysizlar? Ancha-muncha bo'lib ketdi bular ham. Shuncha mehnat qadrlash uchun bolalar albatta like podpiskani ham bosib qo'yinglar. Mana bunaqa narsalar yoqmabdi-da, cho'ta. Qalamni ichiga zombilar kirib qoldi. Har yutgandan keyin armon bo'lib qoladi zombilarga ham bu kirish. Va hozir menimcha bu yoqqa 3 ta uy sig'adi. Xuddi shunaqa qilsam yana. Yana shunaqa qilsam 3 ta uy sig'adi. Faqat bu uyga oyna qilmadim. Hozir 3 ta uy qurgandan keyin bitta bozor quraman, keyin videoni yakunlayman bolalar. Uzr, lekin armiya qurmaganimga ikkinchi kanalimni kutinglar bolalar, addushi chiqaraman sizlar uchun ikkinchi kanalimda. Shu hamma qurgan narsalarimni chiqaraman, ishoninglar. Desa bor gap bunga bolalar, chiqaraman serios. Короче, endi nima qilamiz desanglar, oyna olinglar-da mana buni o'rniga. Bab oyna legenda. Bu narsa yo'q payti oyna chiqqan deb aytolmayman. Ikkalasi ham bir xil chiqqan. Lekin ko'pchilik oyna ishlatadi-da. Mening fikrimcha, statistikada ham shunaqa. Menimcha o'zi bolalar imperiya yoqyaptimi? Kommentariyalarga yozib qo'yinglar. Oy bolalar, bizlarning qishloqqa mamlakatga kelinglar. Bir yoqqa qo'shasizlar gap. Astag'firullah. So'kinish kerak emas. Gramisi so'kinish kerak emas. Kelinglar, ishini ochib beraman. Sizlar birinchi mehmon ekansizlar, kelinglar. Sizlarga besplatniy eshik ochildi. Kiringlar. Kir. Voy xarib. Kir bor. Bor, buni qirg'ish kerak bolalar, qirg'ish kerak. Nima bersa bo'ladi bularga? Bug'doy bersami? Mashina kirgisi kelyaptimi? Kir. Mana eshik ochilsizlar uchun kiringlar, bilar, mana sinalari bilan qochib tur.
Mana kir. Kir. Bля, сволочь. Kirmasa, lekin kiradi, jonim kiradi. Kir, bor. Ke. Mani ko'rmoqchi bu. Ke. Talbaga kallangiz. Sani yema. Chut. Hey og'zingga. Chumbil. Chumbo kalla bilan. Buni qancha narsam buzildi. Miyasi ishlamaydi, ongi pas. Harb. Hey og'zingga. Asabni buzdi bola. Bola kirishga ozgina dekoratsiya qo'shdim mana. Bitta ko'rmasdan bo'ladi. Yoki bunaqa. Mana yaxshi. Va bu yerda ham buzamiz. Короче, bola. Toma qiyanda. Bola keyin bu Imperiya degan video o'zi o'ylayman 5 ta fasl bo'ladi. Qolgan fasllari ko'proq qism bo'ladi. Bu aniq. 8 tadan qilamiz qolgan qismlarni. Xullas ikkinchi faslni 8 qismdan keyin tugatamiz. Uchinchisini 12 ta undan keyin ketaveradi. 15 ta, 20 ta. Keyin oxirida kompyuter olmagunimcha shu Imperiyani o'chirmasdan o'zim taku anaqa qilib yuraman. Xudo xolasa. Kompyuter olgunimcha. Kompyuterda men aytganman 4 mingta yoki 5 mingta bo'lsam olaman. Oy. Bala yalmog'is kelibdi o'zi bola. Nima bu? Nima qilyapmiz biz? Nima qilyapti Minecraft? Shu yoqqa bitta suv quyib yuborish kerak edi. Hop. Suv. Endi bizga kerak suv. O'choqda muzda suv. Cho'ganimni aytma degan shuda bor edi. Xo'sh. Easy bola, easy, mega easy. Ana keyin bola. Men har bitta shunaqa uyga yo 4 ta yo 3 ta yo 4 ta yo 3 ta kravat qo'yaman-da. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bo'ldi, yetadi. 2 ta setam yetadi. Yopamiz, ertalab qilamiz. Buzamiz. Mana bola. Va bu bola bizni birinchi mavsumimizning finali. Shuncha askerlar. Birinchi mavsum final.
Final shunday chiroyli yakunlandi. Sizlar bilan men Joy Gaming. Keyingi videolarda ko'rishguncha mana shu videoga 18 ta like yig'ishi bilan ikkinchi fasl, ikkinchi mavsum, birinchi qism chiqadi va shu mana bu yoqqa uzr. Mana bu yoqqa armiya quramanmi? Mana bu yoqqa yana boshqa narsalar quramanmi? Hammasini ikkinchi kanalimda qo'yib boraman. Sizlar bilan men Joy Gaming. Shu aytganimdek 18 ta like yig'sanglar keyingi qism chiqadi, keyingi mavsum chiqadi. Sizlar bilan men Joy Gaming. Xayr, salomat bo'ling.